Moskvaga uchgan qator reyslar Zaxira aeroportlariga yo'naltirildi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Uzbekistan Airways O'zbekistondan Moskvaga uchgan 6 ta reysni Zaxira aeroportlariga yo'naltirilganini e'lon qildi. Aviakompaniya matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Namangan-Moskva reysi Vnukovodan Ufa shahriga yo'naltirilgan. Toshkentdan Nijniy Novgorodga uchgan samolyot Ufa shahriga yo'naltirilgan. Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyot Vnukovodan Sankt-Peterburg aeroportiga yo'naltirilgan. Farg'onadan Moskvaga uchgan samolyot Vnukovodan Sankt-Peterburg shahriga yo'naltirilgan. Toshkentdan Moskvaga uchgan samolyot Domodedovodan Sankt-Peterburg shahriga yo'naltirilgan. Ushbu reyslar Moskva shahri havo hududining yopilishi munosabati bilan Zaxira aeroportlariga yo'naltirilgan. Toshkentdan Moskvaga yo'nalish bo'yicha reyslar avval Ufaga, keyin Sankt-Peterburg shahriga qo'nishga majbur bo'lgan. Aviakompaniya boshqa reyslar ham kechikishi mumkinligini ma'lum qildi. Shuningdek, ayrim xabarlarga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga uchish reyslari 10 maygacha qoldirilishi mumkinligi ham ma'lum qilinmoqda.